bugun Nodirjonning chiroyli qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz. Bir hafta oldin adajonlarning qo'shiqlarini ijro etib, o'sha qo'shiqqa chiroyli ansambl bilan birgalikda sozlar chaluvdik. Bugun esa mana farzandlari Nodirjon Lutfullayevni zapslarda ishtirok etyapmiz. Bundan benihoyat xursandmiz. Nodirjon akamga rahmat deymiz. Hech ham gapimizni qaytarmasdan har doim yordam berishga harakat qiladilar. Bir tarixda qoladigan ishlarga qo'l uryaptilar. Alloh rozi bo'lsin. Yusuf aka. ijodlarga rivoj. Nodirbek rahmat. omad. Rahmat.